Assalomu alaykum. Avvalambor yaxshimisizlar meni tinglayotganlar? Kecha oldin kuni darak shakli keyin so'roq shaklini o'tdik. Mashqlarni ko'rdik. Mana bugun endi bilan biz bilan o'sha am qo'shib present continuous yasaymiz. Bu present continuous hozirgi zamonda davom zamon bu o'zbek tilida davom zamon ma'nosini beradi. Masalan, I am eating. Men ovqatlanyapman. Qarang, bu ovqatlanish masalan bitta deb qo'ymaydi, ancha vaqt davom etadi. Mana she is eating deyapti. U ovqatlanyapti. She is eating. She isn't reading deyapti. U o'qimayapti deyapti. Ya'ni o'qish jarayoni ham ancha vaqt davom etadi. Masalan, yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yog'ishi ham ancha vaqt davom etadi. Sun isn't shining deyapti. Quyosh nur sochmayapti deyapti. Quyosh nur sochsa ham kun davomida bo'ladi. We are running deyapti. Biz yuguryapmiz deyapti. Davom etadi. They are running. They aren't walking. Xo'p. Bundan tashqari. Endi qarab boramiz. Present continuous yaxshilab tushunib olsak, bizga yaxshi bo'ladi. Xo'p, pastda. Xo'p. Endi pastda present continuous tense deyapti. Ya'ni hozirgi zamon deyapti. Hozirgi zamon. Am is are ing ni qo'shish bilan yasaladi deyapti. Masalan, fe'llarga doing, eating, raining, running, writing deb qo'shib ing ni qo'shib ko'rsatgan. Endi jadval ichida I am not ing. Xo'p, qarang. Bu yerda I am working. Qavsida notni beryapti. Nimaga? Chunki inkor shaklini ham birdan o'rganib keting. Inkor shaklini o'sha to be'dan keyin not qo'yish bilan yasaymiz deyapti. Qarang. I dan keyin am kelyapti. Mana qisqartma shakli bor. Bu yerda qisqartib bergan. Endi masalan bitta fe'l kelish kerak-da, ingdan oldin. Bitta fe'l kelish kerak. Shunda davom bo'ladi. Tom is writing a letter. Tom bir xat yozyapti. His, she's, it is ga o'sha to be bo'ladi. Hammasida not bergan. Endi ko'rgan bo'lsangiz, mana bu yerda aytayapti, unit 1 da deyapti, qisqa shakllari bor deyapti. Am, is, are ni, isn't, aren't deyapti. Agar shuni yaxshilab o'rganib olgan bo'lsang deyapti, bu yerda tushunib olasan qisqartma shakllarni ham deyapti. Xo'p. Xo'p. Yana bitta narsa bergan bu yerda. Xo'p. Nima desangiz, bu yerda am, is, are, ing, ya'ni present continuous deyapti. Biror narsa, mana something degan biror narsa degani. Is happening now. Hozir davom etyapti deyapti. I am working, men ishlayapman. She is wearing a hat. U shlepa kiyib yuribdi. They are playing football. I am not watching television. Men televizor tomosha. Ana shu yerda endi timeline bergan. Timeline. Men timeline'da sizga tushuntirib berib ketaman. Siz buni yaxshilab tushunib olasiz. Xo'p, timeline'da past deyapti, ya'ni o'tgan zamon deyapti. Bu tomonda bo'lsa, ya'ni o'tgan zamon bu deyapti. Hozir davom etyaptimi deyapti. Hozirda shunday davom etyapti deyapti. Kelajak deyapti. Bunga ham aloqasi yo'q. Hozirda davom etayotgan narsa deyapti. Ya'ni present continuous. Iltimos quit deyapti. Tinch o'tir deyapti. I'm working, men ishlayapman deyapti. Xo'p. Endi bu yerda misollar bergan, bir nechta telefonda gaplashganlari bor. Xo'p. Spelling qarab boramiz, qarang. Mana bu yerda spelling beryapti. Appendix 4, 4-3, 4-4 deyapti. Ya'ni spelling deganda mana bu yerda biz bu nimani aytish mumkin? Comdagi e tushib qoladi, ing qo'shilganda deyapti. Tushunarli? Mana bu randa bitta n ortayapti ing qo'shilganda. Layda
y ga o'zgaryapti-da, ing qo'shilyapti. Ko'ryapsiz? Y ga o'zgaryapti-da, ing qo'shilyapti. Die da ham shunday, die da ham xuddi shunday. Sit da ortayapti, ya'ni swim da ham ortayapti. Writing da tushib qolyapti, smoke da tushib qolyapti. 3 xil shakli bor ekan-da, demak. Birinchisida tushib qolyapti, ya'ni oxirdagi ikkinchisida nima bo'lyapti? Bitta harf undosh ortayapti. To'rtinchisida, uchinchisida nima bo'lyapti? Uchinchisida ikkita harf bitta harfga aylanib ketyapti. Shu haqida gap ketgan. Xo'p, bularni tushuntirdim. Endi pastga qaraymiz. Unit 4, Unit 8, Unit 21 ga qarang deyapti. Ya'ni Unit 4 da present continuous so'roq shaklini o'rganamiz deyapti. Unit 8 da deyapti present continuous va present simple ni ikkalasini solishtirib, ikkalasini farqlarini, umuman tuzilishlarini birga o'rganamiz deyapti. Unit 21 da esa deyapti kelajak uchun hozirgi zamonni tushuntiraman deyapti. Ya'ni what are you doing tomorrow deb ertaga nima qilmoqsan? Mana bu hozirgi zamon shakl, lekin kelajak uchun ishlatiladi. Ana shularda o'rganamiz deb aytib ketyapti. Xo'p. Mashqlarni ko'ramiz, mashqlarni. Tugating gaplarni deyapti. Am is are dan foydalaning, bu fe'llardan foydalanadi deyapti. Building, xo'p, birinchisi qo'yilgan playing, chunki pianodir, pianino turibdi. Pet pianino chalyapti, tingla deyapti. Ikkinchisida yangi shahardagi ayni paytda deyapti. Shahar markazida deyapti, yangi mehmonxona. Ular nima qilyapti? Suzib bo'lmaydi, standing turib bo'lmaydi. Turishi mumkin. Cooking pishirmoq, pishirmaydi. Having bor bo'lmoq, ega bo'lmoq yo'q. Bu to'g'ri kelmaydi. Coming kelyapti, yo'q, to'g'ri kelmaydi. Building bilan katta ehtimol bilan standing to'g'ri kelishi mumkin. Buni to'xtatib turamiz. Keyingisiga qaraymiz. Uchinchisi look, qara deyapti. Somebody in the river deyapti. Kimdir daryoda, ana endi daryoda bo'lgandan keyin swimming turibdi. Ya'ni buni yasash uchun endi men sizga bitta nimani ko'rsatib ketaman. Nimada? Not yozadigan joyda. Hop, oldin biz hozirgi davom zamonida yasalish formulasini tuza olamiz. Masalan, subject plus verb ing beradi-da, ing. Endi ana bu yerda daryoda kimdir suzyapti deyapti. Somebody kimdir deyapti. Endi kimlardir demayapti-da, ko'plikda ishlatilmayapti. Kimdir, bir kishi bor. Demak, nima bo'ladi? Is bo'ladi. Is suzmoq fe'li swimming. Ana bu yerda bitta m ortayapti. Boyagi spelling nimasi? Spellingdagi qoida bo'yicha. Xo'p, swimming ketdi. Qolganlarni ham qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Sekin-sekin. Xo'p, boyagi standing bilan buildingda ajratib olaylik. Xo'p. Shoshiling, avtobus. Xo'p, avtobus kelyapti deb bo'lishi mumkin. Sen mening oyog'imda, I am sorry deyapti. Mening foot oyog'imda nima qilyapsan bo'ladi. Demak, tursinchi, oshxonada men ovqat pishiryapman bo'lyapti bu. U dush qabul qilyapti. Having bo'ladi. Xo'p. Demak, katta ehtimol bilan mana bunga building bo'ladi. Are building bo'ladi. Mana bunga are standing bo'ladi. Nimaga? Sen oyog'imda turibsan, ya'ni oyog'imda ustida turibsan desa, nima bo'ladi? Ya'ni oyog'imni bosib olding degan ma'noda standing ma'nosi keladi. Xo'p, buni tushuntirdim. Endi keyingilarga o'tib ketamiz. 3-2 ga. Xo'p, vaqtimiz juda ham cho'zilib ketyapti, shuning uchun tez-tez tushuntirib ketaman qolganlarni. Xo'p, what's happening at the moment? Ayni paytda nima sodir bo'lyapti? Yozing to'g'ri gaplarni deyapti. Masalan, birinchisi I am not washing my hair. Men sochimni yuvmayapman deyapti.
Siz hozir demak dars qilyapsizmi, sochingizni yuvmaysizda, shu haqiqat. Sinovinga qor yog'yapti. Demak, o'sha paytda qor yog'ayotgan bo'lgan, endi misol ko'rsatib bergan. Masalan, men haqiqat qor yog'mayapti hozir, men hozirgi paytda. Chunki hozir bahor. Xo'p, men stolda o'tiribman, I am sitting deyman. Siz o'tirmagan bo'lsangiz, balkim yerda o'tirgandirsiz, qisqasi o'tirmagandirsiz. Keyingisi ovqatlanmayapsiz, masalan, I am not eating deysiz. Xo'p, keyingisini 3-3 ta tushuntiraman. What is the difference between picture A and picture B? All right, two sentence each time. Use is, are, not, ing deyapti. A bilan B rasmdagi o'rtasidagi farqni toping deyapti. Tushunyapsizmi? Bitta joyga ikkita rasm bergan, o'sha farqini topishimiz kerak, farqini nimaligini aytishimiz kerak. Ikkita gaplarni yozing bir xil vaqtda deyapti. Foydalaning is, are, not, ing dan deyapti. Masalan, birinchisi bergan in a the man, are adagi odam deyapti, sigareta chekyapti deyapti. B dagi u he bilan berib ko'ryapsizmi? Olma yeyapti deyapti. Biz ham masalan ikkinchisida in a the man adagi odam yotibdi desak, is lying on the floor desak bo'ladi. Ya'ni poolda yotibdi desak bo'ladi. Yoki on the earth deb yerda yotibdi. Keyingisi in B, B dagi u he is standing on the chair desak bo'ladi. On a chair yoki on the chair. Stol ustida turibdi desak bo'ladi. Qolganlarni ham qilib tashlaysiz, sal qiynalsangiz, asosda o'rganib ketasiz. Xo'p, unit 4 da ing xatolaringiz bo'lsa, menga yuboring, balkim tekshirib beraman. Endi ing, ya'ni present continuous savollari 4 ta o'rganamiz degandik-ku mana bu yerda. Mana bu yerda. Shu bilan keyingi darsgacha xayrlashamiz. See you soon. See you later. Goodbye. Hop. O'chirib olamiz.